Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Har kuni menga advokat sifatida ko'plab fuqarolar murojaat qilishadi va ular murojaatlarida juda ko'pchilikda bir xil holat takrorlanadi. Ya'ni men bu holatni noqonuniyligini, jinoyatligini yoki ma'muriy huquqbuzar ekanligini yoki menga zarar keltirishini bilmagan edim. Men o'zim bilmagan holatda bu narsani qilib qo'ydim degan holatlar duch keladi. Lekin bilib qo'yishingiz kerakki, fuqarolarimiz tomonidan sodir etiladigan ba'zi bir xatti-harakatlar qonunchilikda taqiqlangan, javobgarlik masalasi ko'rilgan yoki o'zlariga zarar olib kelishlari mumkin. Shu sababli bugungi videoda fuqarolarimiz tomonidan sodir etiladigan, o'zlari bilmay turib sodir etib qo'yadigan 5 ta huquqiy xatoga to'xtalamiz. Albatta shu videoni oxirigacha ko'rishni tavsiya qilaman, chunki bu video sizni va sizni yaqin do'stlaringiz, yaqinlaringizni hayotida kamida bir marta bo'lishiga 100% kafolat beraman. Va albatta keltiradigan 5 ta huquqiy xatomizning 5-inchisi juda ham katta zarar olib kelishi mumkin. Shu sababli bu xatolardan siz ogoh bo'ling. Demak, birinchi xato bu tergov va surishtiruv organlariga advokat ishtirokisiz borish. Ko'pincha fuqarolar men hech qanaqa jinoyat sodir etmaganman, hech qanaqa noto'g'ri ish qilmaganman, tergovga boraman, surishtiruvga boraman, ko'rsatma beraman, kelaman deydi. Lekin siz bilib qo'ying, tergovga yoki surishtiruvga borganingizda siz ming aqlli, ming gapga chechan yoki ming aqlingizni joyiga qo'yganingiz bilan sizni gapiradigan gaplaringiz, xatti-harakatlaringiz u yoqdagi ruhiy hayajoningiz ortida o'zingiz bilmagan holatda noto'g'ri gaplar gapirib qo'yishingiz mumkin yoki o'zingizni zararingizga ishlaydigan ma'lumotlarni berib qo'yishingiz mumkin. Shu sababli advokat bilan borish kerak. Misol sifatida keltiraman. Jamshid ismli shaxs o'z qo'shnisi bilan janjallashib qoldi. Oradan ma'lum kunlar o'tgandan so'ng Jamshidni surishtiruvchi o'z ishxonasiga chaqirdi va unga savol berdi. Jamshid ham aqlli inson, u men hech qanaqa noto'g'ri ish qilmadim, u ham menga tajovuz qildi, shu sababli shunaqa holat bo'ldi, bu jinoyat bo'lmasa kerak deb o'yladi, bordi. Surishtiruvchi savol berdi, siz janjalni siz boshladingizmi, janjal qildingizmi degan savol berdi. Jamshid ha, men boshladim, men qildim dedi. Ya'ni Jamshid bu holatda o'zini mardligi tutib, ya'ni haqqoniylik tutib gapni gapirdi. Biroq ushbu gapirgan gapi ertaga sudda o'ziga nisbatan qo'llaniladi va o'ziga nisbatan og'irlashtiruvchi holat bo'lib o'tishi mumkin. Ya'ni bu holatda Jamshidning mana shu ko'rsatmasi, aybini tan olganligi va boshqa dalillarni to'planganlik holatda Jamshidga nisbatan 3 yilgacha axloq tuzatish jazolari qo'llanishi mumkin. Aslida agar bu holatda Jamshid surishtiruv, tergov jarayonlarida advokat bilan borganda edi, advokat bilan maslahatlashib o'z surishtiruv va tergov harakatlarida o'z so'zlarini aytgan edi, bu harakatlar jinoyat emas, balki ma'muriy huquqbuzarlik deb topilishi mumkin va ma'muriy huquqbuzarligi jinoiy javobgarlikdan ko'ra yengilroq bo'ladi va jazo miqdori ham kamroq bo'ladi. Umuman olganda har bitta tergov jarayoni, sud jarayoni, surishtiruv jarayonlarida umuman hayotda advokatning ishtiroki mana shu holatlarda kerak bo'ladi, lekin bizda ko'pincha hamma ish yonib, kuyib, kul bo'lgandan keyin advokatning oldiga kelib dardlarini aytishadi va juda kam imkoniyat bilan advokat bu narsa ishda qatnashishga majbur bo'ladi. Ikkinchi xato, shartnomani o'qimasdan imzolash. Bu bizda eng ko'p uchraydigan holat, ya'ni vaqt yo'qligidan, shoshayotganligidan yoki to'g'risidagi insonga ishonganligi sababli shartnomani o'qimasdan turib imzo chekib yuboradi. Bu esa juda katta o'zingizga moddiy zarar olib kelishi mumkin. Shu sababli bu holatda siz shartnoma qo'lingizga oldingizmi, kerak bo'lsa kamida 1 kun, 2 kun vaqt so'rangda o'qib chiqib keyin bu shartnoma imzolang. Iloji bo'lsa yuristingiz bilan maslahat qiling. Tasavvur qiling, bir amaliy misol. Ziyoda tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanadi. U bir tashkilotdan ma'lum bir miqdordagi tovarni sotib oldi va tovarlarning umumiy miqdori va shartnoma bo'yicha to'lanadigan miqdori 200 million so'mni tashkil etadi. U shartnomani oldi, imzoladi va tovarlarni oldi. Biroq tadbirkorlik holatida turli xil vaziyatlar yuzaga kelishi mumkin. Ziyodada pul yetishmovchiligi paydo bo'ldi va ma'lum bir muddat, ma'lum bir oylar shu to'lovni kechiktirdi. To'lov muddati kelganida u 200 million olib borganida yo'q dedi, narigi tomon kechirasiz, endi siz bizga 350 million so'm pul berasiz. Ziyoda hayron, qanaqasiga men 200 million yana qo'shimcha 150 million berishim kerak edi. Bu nohaqlik, sizlar nohaqlik qilyapsizlar deganda, yo'q. Mana shartnomada yozib qo'yganmiz, shartnomani
Mana bu bandida har bitta kechiktirilgan kun uchun 1% dan penniya to'lanadi degan bandni kiritganmiz. Siz shartnomani mana shuncha kunga kechiktirdingiz va sizni penniya miqdoringiz 150 million so'm bo'ldi. Kechirib qo'yasiz, endi 200 millionga qo'shib 150 million so'mni to'laysiz. Agar shu holatda ziyoda shartnomani olganda, ushbu shartnomani to'liq bandlarini o'qib chiqib, shartnomadagi mana shu 1% penniyani yo'q, kechirasizlar, 1% penniya bu juda baland. Uni o'rniga 0.5, 0.4, 0.2 yoki 0.1% penniya qo'yamiz, shunda shartnoma imzolaymiz deb shartnomani to'g'irlab keyin imzolaganda edi, mana shu 150 million so'm unda ortiqcha to'lov kelib chiqmas edi. Uchinchi xato esa guvohlikda noto'g'ri guvohlik berish. Tasavvur qiling, sizni guvohlikka chaqirishdi. Siz mana shu holatda har bitta gapirgan gapingizga siz javob berasiz. Chunki guvoh bu tergov jarayonida, sud jarayonida boshqa uchinchi shaxslarga nisbatan bu ancha mas'uliyatli, huquq va majburiyatlarga ega shaxs hisoblanadi. Ya'ni javobgarlik masalalari bo'ladi. Siz masalan yaqin o'rtog'ingiz, do'stingizga yoki umuman boshqa bir shaxsning harakatlariga nisbatan guvohlik berdingiz. Masalan, yaqin do'stingizga siz yaqin do'stingizga yaxshi bo'lsin deb noto'g'ri guvohlik, yolg'on guvohlik berib qo'ydingiz yoki bitta holatda sizdan shu tergovchi so'radi, mana shu holatda shu inson shu jinoyat sodir etganmi degan holatda siz ha, bu sodir etgan deb guvohlik berib turib, lekin u haqiqatan sodir etmagan bo'lsa, bu yolg'on guvohlikka o'tib qolishi mumkin. Tergov jarayonlarida, sud jarayonlari borganingizda agar sizga savol qo'yishsa, shu inson ushbu harakatlar sodir etganmi desa, ha, sodir etgan tarzida emas, ha, sodir etgan bo'lishi mumkin, shu ishni qilgan bo'lishi mumkin tarzida siz guvohlik bering, chunki balki bu inson haqiqatdan ham ushbu jinoyat sodir etmagan bo'lishi mumkin yoki siz noto'g'ri anglashilmovchilik yoki noto'g'ri rakursda qarab turib bu narsani fikr bildirayotgan bo'lishi mumkin. Shu uchun bu fikr bildirayotganda o'rtaliqni olib, shu fikrlaringizni bayon eting. To'rtinchi xato esa bu ijtimoiy tarmoqlarda, messenjerlarda noto'g'ri axborot yozish, noto'g'ri fikr bildirish yoki noto'g'ri gaplarni yozish. Bu bizni hayotimizni 90% hozir ijtimoiy tarmoqqa bog'lanib qolgan davrda yashaymiz va har bitta xatti-harakatlarimiz ham ushbu yozgan ma'lumotlarimiz, xabarlarimiz asosida bizga qarshi ishlab qolishi mumkin. Tasavvur qiling, siz bir inson bilan tortishib qoldingiz va ushbu holatda siz unga nisbatan qoningiz qaynadi, jahlingiz chiqdida, men seni palon qilib yuboraman, men seni piston qilib yuboraman, men seni mana bunaqa narsa qilib yuboraman deb yoki qanaqadir noto'g'ri so'zlarni ishlatib unga siz yozib yubordingiz. Mana shu holatda narigi inson mana shu yozganlaringizni skrinshot qilib turib yoki video olib turib yoki zapis qilib turib ovozingizni yoki video xabaringizni tegishli davlat idoralariga bersa, ushbu holatda siz kamida tuhmat, haqorat va boshqa huquqbuzarliklar yoki jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanib turib, sizga javobgarlik masalalari ko'rilishi mumkin. Va ushbu holatda ikkinchi holat ham bor. Boshqa davlatlarni bilmadimmi, aynan bizda hozir bu narsa juda avj olgan, ya'ni xalqimiz tomonidan to'g'ri kelgan insonni kommentariyasini ochib qarasangiz turli xil fikrlar bor. To'g'ri fikrlar ham bor, negativ fikrlar ham bor, shaxsiy hayotga aralashish ham bor, kimnidir qomatini gapirishadi, kimdir ko'ylagini gapirishadi yoki kimnidir yurish-turishini gapirishadi, mana shunaqa narsalarni gapirib o'zini fikrini bildirib yoki kommentariyada ochiq-ochiq haqorat qiladigan insonlar ham bor. Bu narsadan ehtiyot bo'lish kerak. O'zi bu birinchidan madaniyat qoidalariga ham to'g'ri kelmaydi. Ikkinchidan bu huquq bilan tartibga solinadi. Chunki uni shaxsiy hayoti bo'lishi mumkin. Shaxsiy hayot bu shaxsiy huquqlar degan. Misol uchun siz bir insonni tasavvur qiling, blogermi, qo'shiqchimi, kim bo'lsa ham bir insonni siz kommentariyasiga kirib uni tanqid qildingiz. Ya'ni tanqid ham me'yordan oshib, uni shaxsiy huquq doiralarini kesib o'tib, uni shaxsiy oilaviy sirlari haqida yoki yurish-turishi, ko'rinishi haqida gapirdingiz yoki haqorat qildingiz. U inson, o'sha blogermi, qo'shiqchimi sizni kommentariyasiga skrinshot olib turib, sizni javobgarlikka tortilish mumkin. Siz mana shu holatda siz bir narsa biling, siz faqatgina javobgarlik tortilaman, jazo olaman dan tashqari u sizni ma'naviy zararga berishi ham mumkin. Kerak bo'lsa 40 million, 50 million, 100 million so'mgacha ma'naviy zarar ham to'lashingiz mumkin bitta kommentariyada ortiqcha so'z yozganingiz uchun. Va bilib qo'ying, mana shu xatti-harakatlar bular tuhmat, haqorat bo'lishi mumkin, kamsitishlar bo'lishi mumkin. Bular oddiy tuhmat, haqorat qilishdan og'irroq bo'ladi. Chunki oddiy tuhmat, haqorat, masalan, men sizni to'g'ridan to'g'ri yonimda bo'lgani uchun men sizni haqorat qildim.
san palonchisan deb haqorat qildim. Lekin ijtimoiy tarmoqlarda buni haqorat qilish og'irroq bo'ladi, chunki qonunchilikda ommaviy axborot vositalari orqali, ijtimoiy tarmoqlar orqali bir kishini tuhmat, haqorat qilish bu og'irroq sanksiyalarga sabab bo'ladi. Beshinchisi va eng katta sizga zarar olib keladigan xatolardan biri bu da'vo muddatlari. Ya'ni da'vo muddati deganda nima? Masalan, sizni bir huquqingiz buzildi. Masalan, mehnat huquqingiz bo'lishi mumkin, boshqa huquqlaringiz bo'lishi mumkin. Da'vo muddati qo'llaniladigan huquqlaringiz buzildi. Lekin siz ma'lum bir ish bilan band bo'ldingiz, o'zingiz hafsala qilmadingiz, boshqa narsa qilmadingiz. Oradan bir 2-3 yil o'tdimi, 4 yil o'tdimi, siz esingizga kelib qoldida, mana shunga da'vo qilishim kerak edi. Yoki misol uchun sizni huquqlaringizni cheklaydigan qanaqadir ma'muriy organning qarori chiqdi. Ushbu qaror chiqqandan keyin siz ha mana erta boraman, undan boraman deb 6 oydan ko'p, 1 yildan ko'p vaqt o'tkazib yubordingiz. Shu holatda siz advokatning oldiga kelasiz, mana shunaqa huquqim buzildi, buni tiklashim kerak, sudga berishim kerak, tegishli organga murojaat qilishim kerak deysiz. Lekin bitta narsani biling. Sizda 1000 dalillar sizni foydangizga ishlasa, barcha sizni haq huquqlaringiz buzilgan rostdan ham, lekin da'vo muddati o'tib ketgan bo'lsa, sizni qo'lingizdan hech qanaqa ish kelmaydi, ushbu holatni qaytarib bo'lmaydi. Shu uchun sizni qanaqadir huquqingiz buzilsa, nimadir bo'lsa, albatta issig'ida buni advokat bilan maslahat qilish kerak yoki yuristlar bilan maslahat qilish kerak deb issig'ida murojaat qilib turib, o'zingizning haq huquqingizni talab qilib olishingiz kerak. Bizda ham juda ko'p bo'ladi, advokatlik firmamizda ko'p fuqarolar keladi. Lekin ba'zilarida da'vo muddati o'tib ketgandan keyin biz hech qanaqa ish qilib bera olmaymiz unga. Va u ham ba'zan o'zidan xafa bo'lishi mumkin yoki qanaqadir qonunlardan xafa bo'lishi mumkin yoki davlatdan xafa bo'lishi mumkin, lekin bu narsani to'g'ri qabul qilish kerak. Har bitta narsa da'vo muddati bor. Da'vo muddatida siz arz qilmadingizmi, demak u o'tib ketdi, keyin bu narsa kechib bo'ladi. Shu sababli hurmatli do'stlar, mana shu xatolarga e'tiborli bo'lishni masalan so'rab qolaman. Umuman fuqarolarimiz tomonidan hayotlarida qiladigan xatolari, ya'ni o'zlari xato ekanligini bilmaydi, lekin xato bo'lgan xatolar juda ko'p. Bularni hammasini bitta videoda olib chiqish uchun kamida 3-4 soat vaqt kerak bo'ladi. Shu uchun biz mana shunaqa qisqa videolarni olib chiqishni maqsad qildik. Va albatta bu to'xtab qolmaydi. Shu sababli siz kommentariyada sizni hayotingizda duch kelgan mana shunaqa o'z bilmasdan turib, yemagan somsangizga pul to'lagan holatlaringiz bo'lishi mumkin, mana shunaqa zarar qilib qo'ygan holatlaringiz bo'lishi mumkin. Shuni yozing, biz ulardan saralab olamiz va keyingi videolarda bu narsani chiqaramiz. Va hurmatli do'stlar, bizni Verum Law advokatlik firmamizda 30 dan ortiq professional advokat va yuristlar faoliyat olib boradi. Sizni har qanday turdagi muammolaringiz bo'lsa va ushbu advokatlik xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, bizni firmaga albatta murojaat qiling. Va bitta narsani yoddan chiqarmang, albatta ushbu videoga like bosing, kommentariy yozing va agar kanalimizga a'zo bo'lmagan bo'lsangiz, a'zo bo'lib qo'ying, chunki bu kanalimizga a'zo bo'lishingiz sizning o'zingizga foydalidan tashqari siz va boshqalarga ham foydali hisoblanadi. Chunki ushbu bepul huquqiy ma'lumotlar juda ko'pchilik fuqarolarimizni huquqiy ong va huquqiy ma'lumotlarini oshiradi. Hurmatli do'stlar, keyingi videoda ko'rishguncha.